Oddiy dazmol bilan pargeneratori pakritasida farq bormi? Paketga yopishtirib qo'ysa, pakritalari yopishib oladimi, yo'qmi? Buni sinab ko'ramiz. Hani 5 sekunddan ushlaymiz. Ikkalasi qizib turgan dazmol, uje mana ovur suv ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Paketda ahvolini ikkalasi yopishib qolmadi, chunki bu ikkalasi original dazmol, bu Philips, bu Braun pargenerator. Lekin oddiy dazmoldan pargeneratorni ancha farqi bor. Birinchi farqi bu. Par berishini ko'rishingiz mumkin. Moshniy par beradi. 8 bar davleniya, Braunning 7 Pro seriyasi, qora bilan tilla rang kombinatsiya qilingan. Mana shunaqa displeyi bor. Bu yerda rejimlarni kontrol qilib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. 2 litrli baki bo'ladi. Samochiska funksiyasi kiyimlarni orqaga dazmol qilayotganingizda yig'ib yormaydi va sifatli dazmol qilishga yordam beradi. Yengil, qo'lingizni ortib qo'ymaydi. Bemalol o'smirlar ham ishlatsa bo'ladi. Par berishi vashshi moshniy. Bu dazmolimizni $300 sotganmiz. Skidkada $269 garantalari bilan xarid qilishingiz mumkin. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.